Assalomu alaykum. Men sizlarga hozir PowerPoint yoki Wordda prezentatsiya tayyorlaganimizda ko'p rasmni arqa foni bilan chiqib qoladi. Uni yo'q qilish usuli bor. Men sizlarga hozir shuni o'rgataman. Uning uchun Chromedan yoki xohlagan rasmlaringni topasizlar. Masalan, men osonroq children yoki yozib oldim. Mana rasmlar chiqadi. Xohlagan rasmni tanlab olasiz. Misol uchun mana bu rasmni oladigan bo'lsak, buni saqlantirib qolamiz. Men child nomladim. Va Wordga kirib, Вставкаga kiramiz. Рисунки va загрузкаga kirib, rasmni tanlab olamiz. Ko'rsalaring mana ko'k foni bor. Buni yo'q qilish usuli bor. Formatga kiramiz. Udalить fonni bosamiz va mana bu qizilni bosamizda mana bu o'chirilishi kerak bo'ladigan joylarni tanlab olamiz. Bu yerda bolaning qo'li ham o'chirilib ketar ekan. Lekin buni tanlab olamiz. Boshqa joylariga tegmagan holda. Mana saqlanib izmeniyani bosamiz. Qarab turibsizki, arqa foni yo'q. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar boshqa rasm bo'lganda qo'llari bilan chiroyli chiqardi.